Yo'lbars laqamli mushuk. Mana. Xo'p. Assalomu alaykum. Andijon kabutarlari klubi muxlislari. Biz Bog' Shamol bog'idamiz. Bog' Shamol qush bozoridamiz. Yo'lga qilishdan oldin bir narsani eslatib qo'yaylik. YouTube'da, TikTok'da, Telegram'da, Instagram'da Andijon kabutarlari klubi desanglar, biz adresimiz chiqadi. Kirib obuna bo'lib qo'ysanglar, shu bozordan, atrofdagi qush ishqibozlarining uylaridan sara-sara chiroyli, go'zal serpari bo'ladimi, kampari bo'ladimi, go'zallarni syomka qilishdi. Syomka qilib tashlab turamiz. Moshamol bozoridan boshladi. Chinlar ham chiroyli ekan-a? Necha pul bu chinlar? 200 dollar. O nar mı bu? Katta moda ekan, ha? Chilga juplanganmi bu? Chilga jupla. Odaning jiyaylari ham toza ekan lekin. Chil ko'z ekan. O'zini ko'zi ekan. Mana oqlar mikroga kelib chiqibdi. Mana kaptani ko'ringlar, bagatligini. Go'zal ekan, farq. Go'zal ekan. Ona modasi ekan. Ko'z, jiyak, shu rangi. Ya vaqti olmaysiz, vaqti olgandan keyin urishib ketyapti. Qimillatmasangiz ham chiroyli rasmga tushar ekan. Nech pul Ikror aka bular? 3,5 ming dollar. Hozirda 2300 ga berilmayapti ekan. Ko'z kalla konuşulmadı. Ko'rsata olamiz. Mana ko'z. Chiroyli ekan-a, mashoqami? O qaypadi qaranglar. Go'zal, bagati katta. Serpar, mana moda ham chiroyli ekan. Ko'zni qaranglar, ko'zni. Kattalarni saralab chiroylilarini tashlaveramiz. Sababi muxlislar zerikib qolmasligi uchun chiroylilarni olamiz. Endi serpa bilan kampar to'g'risida izchcha fikr bildirib o'tamiz. Videoda oxirida kuzatib borsanglar. Sababi tashlayotgan videolarimizni kommentariyalarida tushunmovchiliklar kelib chiqyapti. Shunga bir qator tushuncha o'zimizning fikrimizni bildirib o'tamiz. Mana monoyam o'zgacha ko'z. Ko'z ko'ryapsan?
qizil toshlar. Yosh kattaroq qizil toshlar ekan. Xo'p, serparroq sochmoda ekan. Maskali narsa ekan lekin. Zokir aka nech pul endi bu? Modami? Moda 2 million kami bor. 2 million kami bor ekan. Sochmoda. Ishlashiga garantiya, ha? Ishlayotgan joyda olib kelganman, lekin hali o'zim ishlatib yurmadim. Xo'p. 2 million narx aytilgan. Bu qanoti jitcha. Ha, yaxshi. Osiltirib olar ekanda, jiyinda mash qanoti. Keliblar ko'rib sezuvdimi o'zi? Yaxshi. Chayna qarab olgan, Kaprizniroq, injiroq bo'ladi, to'g'ri. Ishlatish ham endi serparlarni o'zi ishlatishcha qiyinroqda. Chidagan odam ishlatadi endi. Chiroyli kaptar ekan lekin. Ularning jiyaylari toza, tumshuqlari toza, soch narlar bo'ladi. Qora soch narlar, ashlariga urilaveradi. Jiyaydi, tumshuqlarni tozalab olish kerak ekan bu foto. Hakkadan nechpul ekan aka? 500 Kimniki? Oq moda chiqibdi. Nech pul deyapti buni aka? 500 dollar aytilyapti ekan, 200 dollarga berilmayapti. 200 ga berilmayapti. 200 ga bermayapti. Lekin kaptar chiroyli moda ekan. Katta desa ham bo'laveradi, yirik desa ham bo'laveradi, farqi yo'q. Chiroyli. Xo'p, bekka. Oq moda, oq nar chiqibdi mana, eski oqlar. Mana ekan, chiroyli ekan. Jiyarlari toza ekan kaptar. Jicha urinib qopti kaptar, shamollar. Chiroyli kaptar ekan. Mana qanotlari qonab yotibdi. Bu kimdan ekan manavi? Bechora. Nech pul deyaptimi oxnardi? 600 dollar. Ya molasi ham chiroyli. Lekin bu narga tushmabdi. Mana kapital urinib qopti. Bizda mana qizil tosh ham chiqibdi, chiroyli kaptar ekan. Juvon ekan. Mana qizil toshchi, sizdanmi bu? Ha. Bular 700 ming deydi. 700 ming. 700 ming. 700 mingda. Mana bolamiz chiroyli ekan. Egachi yo'q ekan, narxini bilib ketaveradi. Sizdanmi? Qizil toshli bolalar chiroyli ekanda. Paypalari kattaroqmi buni aka? Nima deydi? Paypag'i kattaroqmi buni? Ha, ota-onasining ishi katta, ota-onalar. Zichasini. Ha. Juvona narsalar ekanda. Nar modaliga ana emas. Ana emas, Ana emas. Agar moda chiqib qolsa mash katta. Go'zal bo'ladi. Chiroyli. Nomeringizni aytavering, telefon qilishadi. 91 483 62 22. 483 62 22. 90liga 91 91lik ekan. 91. Ola ukasimi buni? Yo'q. Yo'q, bular boshqa bu. Oltijutdan chiqqan, ha. Hajmiki qanaqa har xil. Mana shu ham chiroyli kaptar bo'ladi, mana qora ko'zi ham, balota ko'zi. Xon narsalar. Ha. Keyinroq qilib beraveradi. Mana kishmish akkalar ham kamayib ketdi. Kishmish akkalar. Kishmish kaptar ham figura kaptar ekan. Ishlab oladigan ekan. Juvon ekan. Rasmiy biroz ekan. Aşağı kishmish akkalar kamayib ketdi.
baraka. Bog'lar sizlardanmi? Chiroyli nar ekan, mana shu. Ikki romodaga solinar ekan. Nech pul? $2000 narx aytyapti ekan. Ko'z, kalla, tumshuqlarni yaqindan olib ko'rsata olamiz. Sizlardanmi bu? Mana moda. Nech pul bu moda? $400 kami bor. $400 kami bor ekan. Ishlashiga javob, a? Javob. Gap yo'q ekan. $100 beraman o'zi. Bering. G'alatroq berishyapti. Menga yo'qdi mana shu moda. Yonboshdan ham chiroyli figura ekan. Gap yo'q ekan mana shu. Mana moda ham chiroyli ekan. Endi mana narni ko'ringlar, kallani. Kalla. O'ta seryozni kalla. Mana narchi, mana nar. Ularda $700 deyapman. $700. Pari ham toza ekan, katta. Otga o'xshab turar ekan, figura. Gap yo'q ekan. Mana serpanda. Moda bu mashina. Moda nech pul deyapsiz? $800 deyapman kami bor. Gap yo'q ekan. Lekin ho'novi nar. Necha olaman? Boshqa narsa ekan. Ishlaydi, garantiya. O'ta go'zal ekan mashina. Mala de salvación que proyecto para Xo'p. Ko'rsatib qo'yaylik mashinani. Ko'zlari ham o'ta haram toza ekan kaptarda. Ha. Uy, ushalmagan ekanda. Ha. Ko'zni ham ko'rsataylik bir foto. Ko'z ekan. Paypalari ham joyida ekan. Endi to'layapti ekan paypalar. Hech pul edi buni? $700. $700. Narginisi ham $700. Bu ham $700. Bu ham 700. Go'zal ekan. Nech puldan edi bular? Bular nech puldan edi? Qodirjon, nech puldan edi bular? 2 milliondan kami bor ekan. 2 milliondan kami bor ekan. Kampar. Serparallashib chiqqan ekan, ha, bar bular ham, ha? Kampardan chiqqanmi? 8 $8 Harlari toza ekan lekin katta. Hakkalarchi, hakkalar. Hakkalar ekan. Nech pul hakkalar? 500 ming ekan. Arzon. Hakkalar, ha, arzon ekan. Chiroyli. Mana ya figura katta ekan. Bu qizil tosh modami, narmi? Nar chiqyapti shekilli. Ha, mana malla moda, ha? Malla mod narmi? Yo'q, moda da. Modaga o'xshayapti. Yo'q, endi bilmadim yana. Men ham bilmayman, jonlik deydi. Ha. Yo'q, Mana ham moda ekan, ha? bu moda. Ha, janob. Mana shu ham chiroyli katta ekan mana shu. Go'zal ekan mana shu moda. Nech pul bu moda, qora aka? Buni 250 deyapman. Ha? 250 deyapman. $250 mi? Ishlaydi, ishlashiga garantiya. Olmasa ishlaydi. Oybek aka.
Momodani ko'ringchi. Olib ko'ringchi. Ha bering qora aka mashina ko'raylik. O cho'ni jo'pachi, bu nech pul? Uni 300 deyapti. 300 dollar. Ana mana shu molani ko'ring. Yengil ekan. Yengil. Bizlar olamiz. Ha? Marg'ilondan kelgan odam. Yo'q, be. Bu Abdurash akaning olgan modelingiz emasmi? Boshqa o'zingizda yurganmi bu? Yo'q, men buni oldim. Qachon oldingiz? 3 kun oldi. O'xshayapti, qani bo'yinlarining ichiga. Yo'q, uni ko'zi boshqacha edi. Uni ko'zi boshqacha edi. Bunaqa emas edi uni ko'zi. 250 dollar deyapti. Tashlaychi bitta aytga yana bitta ko'rib qo'yaylikchi. Biz o'zimiz Marg'ilondan olib kelgan modaga o'xshaydi ekanda. Yo, u emas. U ixchamroq edi u. Ingichkaroq edi. Mana mana shu chiroyli moda ekan. Jiyaylari ham toza ekan, ko'k. Tumshug'i ham ko'kka tortgan ekan. Oq desak ham bo'laveradi. Aka, yengilroq so'raymiz, berasizmi? Mayli bo'lsa-chi, Bu men hozir jam olaman. 250 dollar. 250 dollar deyapti-kan, so'rab qo'yaverasiz. Chiroyli moda ekan. Yaxshi moda ekan. Kichimi? Kichkina. Bilasiz, qo'qimana qo'lyapti, hali Ha, cho'chiyapti. to'g'ri, to'g'ri. Cho'chiyapti Chiroyli. hozir. Kelishing mana. Yaxshi moda ekan. Chiroyli. Tamam, qizil to'sh ham bor ekan. Bu kimdan bu? Sizdanmi bu? Bu ham bizdan. Sizdanmi? Gap yo'q ekan mana mashinalar. Demayman, rishotkadan ko'ra mayaroni olaylik-da. Mana katta. Bitta akamiz so'rayatuvdi. Butun narsa bu ham. Butun narsa ekan, ha. Oyoqlari. Gap yo'q ekan mana shu. Marg'ilonlik akalar 1-2 marta keldinglar, topa olmay ketdinglar. Mana akalar. Qizil to'sh chiroyli chiqibdi mana bozorga. Nech pul bu? Buni 400 deyapti. 400 dollar narx aytilyapti-kan. Bola beryapti kapta. Ishlaydi. Ishlaydi ekan kaptar. Endi kelishib mana qilib olaverasizlar, lekin kaptar o'ta go'zal ekan mana. Oldilari. Hozir oldidan ham bir qator syomka qilamiz. Mana oldidan. Mana. Go'zal ekan kaptar. Gap yo'q. Mana qizil to'sh. Galstugi yo'q, modalarga urilsa chiqarib beraveradi, qizil to'shlar. Eski ruh, qizil to'shlardan ekan. Bunaqa kallali narsalar ham kamayib ketdi-da. Ozayib ketdi. Go'zal. Motorga beraman. Hop. Endi bu moda 1,5 ming dollar deyilyapti. Mana buni 1-2 marta bozorga ham chiqdi. 500 ga yozib qoladi ya. 500 so'rayapti, 500 dollar. Hop, mana narlar. Bir qator. Mana kallani ko'ringlar, chiroyli, приятный, серьезный kallalar. Hop. Mana nar ham menga yarasa yo'q. Mana figurani ko'ringlar. O'ta go'zal ekan mana shu. Ko'rchiya ko'rdim shu. Oq ko'z. Bu nar nech pul? Mashi, mana 800 deyapti. 800 dollar. 800 dollar. O'ta go'zal. Orqasida serpar modachi? Juvona moda. Mana. Mana shu yerda bitta serpar moda alohida video qilib qoldi. Men beryapti, bermagan. 1400 ga sotilibdi mana shu yerda. 1400 ga sotildi. Güzel. Mana. Jumona ham. Mana mashq kaptarlar tulovdan tulovga o'tgan sari ash tepadagi kaptarlar kepatasiga kiradi. Yoshligida jitcha puhliroq bo'lib boshqacharoq chiqadi, lekin tulagan sari go'zallashib ketaveradi mana kaptar. Sochlar ham ancha bo'ldi, chiroyli sochlar chiqmaganiga. Sochni ham sekin faqat go'zallari qolyapti, sochlarni ham.
Sochlar ham kamayishni boshladi. Mana. Bu sochlar nech pul deyapti? Sochlarda 600 dollar ekan. 600 dollar. Mana. 600 dollar. Sochlar. Güzel. Serbar. Serbarlar. Muloyim ixcham mod ekan, chiroyli. Raznik lazım. Muloyim kallasi ham katta narsa ekan. Черный жопа. Olmadı. Eski ruhlardan ekan mana shu ham. Onlarga moda ekan shekilli. Chiroyli kattalar ekan mana shu. Ha, nech pul bular? Narini 400 dollar deydi. Nari 400 dollar, moda. 300 dollar. Moda 300 dollar. Nari 400 dollar. Lekin figura ekan. Cho'ni jo'palardan ekan, nari. Nari shunaqa. Figura ham go'zal ekan. Gap yo'q. Bu yerda bitta moda, mana muloyim moda ekan. 900 dollarga berilmayapti. 900 ga bermayapman deyapsiz Nazir aka? Nech puldan qaytilyapti o'zi? 1,5 dollar. 1,5 dollar. Moda. Mana moda. 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 Yosh abi. Yosh ekan. Necha yashar bu? 1,5 yashar bo'ldi. Ishlashiga hamma yo'g'iga javob katta. Figura ekan katta. Avvalo Avvalo Allohdan. Endi yaxshini niyat qilib olinaveradi. Mana moda ham kalla tumola kalla ekan, kuchli moda ekan, mana shu ham. O'tmadi. Mana qaranglar. Manaqasiga katta moda ekan, kallasi. Chiroyli. Ashlarni kallalari bagati kalla beradi mana. Bo'yni borda kattalarda. Mushulari ham chiroyli ekan. Nech pul uni? 500 dollar. Bu 500 dollar moda. Ona narchi? 300 dollar. 300 dollar. Hakkalasizda emas-a? Hakkalarning egasi yo'q ekan. Lekin ashi moda gap yo'q moda ekan. Ashi monovi. Monar ham sizdanmi? Ular juvon, 10 oylik Juvon ekan. Bu ham figura ekan. Bu nech pul bu? 300 dollar. 300 dollar. Juvon 10 oylik. Bu ham tumshug'lari qalin. Ular qara yaxshi narsa. Yani chiroyli gaptalar ekan hammasi. Gap yo'q. Lekin mana dadil gaplar. Mana narni qaranglar. Mana narni. Figurek. Mana mallavosh kimlar ekan oshda? Nech pul u? Mallavosh 10 ming. 10 ming. Barbalar endi
Qoralarchi? Oralar 1000 dollar. Qoralar 1000 dollar ekan. Gap yo'q. Go'zal ekan, o'zi gaptami? Hozir ushadan bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Kallalarni, kalla tumshuqlari. Mana kalla. Kalla mana tepa tomondan ham enli katta, to'rtburchak katta. Paypalari ham chiroyli ekan, janob. endi Paypani qaranglar, hali ona o'zi hech bitmadi hali bu. O'sadi yana paypon. Go'zal ekan. 10.000 dollar narx aytilyapti. Go'zal. Tepadagilar ham siznikimi? Monomoda nech bu? Bu moda 1000 dollar. 1000 dollar. Yosh moda. Hop, o'g'lon serpa nar ekani, 1.5 ming. Ono ham nar ekani, yo modam? Ha, na. Nar. Chiroyli katta ekan, shkapdan. Bu nech bu? 500 dollar. 500 dollar. Endi mana orada bitta moda bor ekan, mana moda. Mana. Bu moda nech bu? Moda 1000. 1000. Mana hali naru ha? Chiroyli nar, ashlana meva yasa o'qasizlar shuni. Kalla ham o'ta seriozniy kalla. Yosh kattaroq u, lekin kaptar ishlayotgan kaptarlar. Mana figura. Benim oğlan tuttu. Başkatlarım çoğunluk katlarken. Hakkalar neç bul hakkalar? 300 dollar ekan. Chiroyli katlarlar ekan mana shu hakkalar. Mashinalar ham chiroyli ekan. Ona qora nar nech pul ekan? Narmi bu? Nech pul ana shu ona? 1.5 million ekan. Chiroyli nar ekan ana shu. Sochilgan narsa ekan. Ona katta edi, boplatdi lekin. Katta qaranglar. Lovullab turar ekan, mana nari yoqdi bizga mana. O, narni qaranglar. Shu o'ta kichkina kalta ekan. Kalta qoldi. Paypani qaranglar. Mana qizil rangda yana ham lovullab turar ekan. Ola sochiveradi, xolasi. O'ta chiroyli turar ekan. Go'zal ekan shkaflarlar. 669 kova tundan. Mana modani ham usullari qalin ekan. Mana nardi 1200 dollar deyapti. Moda ekan bu ha? Chiroyli gaplar ekan. Bu moda Sizdanmi? mendan chiqqan moda men sotganman. Ha? Voy, canım. Go'zal moda ekan ha? Nech pul bu moda? 800 dollar. 800 dollar.
Vay canım. Buni tumshuq qalin. $1000 deyaptimi aka? $800 deyapti. $800. Buni 1000 so'm. Narigini sotdi indiradi, 150 dollar. Mana oya. Mana mo Amazon'ya. Amazon qanchaga sotildi? 150 dollarga sotildi. Lekin mana bu bolaga gap yo'q lekin. Ishlayotgan narsa aka. Mana ularni qarang. Piyoda ketishdami? Ketdi. Uchib yuramizmi deb ketdi. Voy. Ona ham modamikin, narmikin? Lekin moda bo'lsa go'zal bo'ladi. Narga o'xshayapti, to'g'ri. Ha? Ya bitta mana shu serpar moda ekan-a. Mana juvoni ham chiroyli ekan lekin. Sizdan kimlar ekan bu? Iqbol akadan emasmi bular? Ha, mana figurali kattalar ekan. Ha, nar ekan. Mana ham nar ekan. Mana ham nar ekan. Lekin dadil kattalar ekan. Endi 30 yil, 40 yil orqaga qaytamiz. 30 yil, 40 yil orqaga qaytamiz. Retro tovani oldiga keldik. Bola narmi? Nech puli? 2 million deyapti. 2 million. Retro tovan. Pul oldi ekan, juvona narsa ekan. Yaxshi, qaysilari moda buni? Bo'ladi. Moda, Bitta moda ekan-a? moda nariga oldi deydi turgan moda. Monami? Ha, bo'ldi, tushunarli. Yaxshi. Chiroyli katta. Pochtalar. Mana pochtaga qiziqadigan akalar. Mana. Mana pochtaga qiziqadigan akalar. Figura ekan kattalar ekan. Qonatiga ilgari solmoqda. Ayollari ham chiroyli ekan, janim. Go'zal. Ular tushlar. Qaysi? O'rtadagimi? Nech pul u? $300. Tashlab Abdurashid ekan. Ana. Nech pul edi bu? 1000. 1000. Va bo'yinni qalinligini ko'ryapsizlar, ammo bo'yinni ham uzun, ham qalin. Xo'p. Chiroyli nar ekan-a, shu ham. Bu nech pul bu? $1000. Ko'zi, qaranglar, ko'zni. Voy janob. Zangor aralashgan ham ekan ko'zga, ha? Ko'k zangori hamma yo'q aralashgan ekan-a, aka. Bor, o'ziga yarasha go'zalligi bor. Ha, o'ziga yarasha ancha go'zalligi bor ekan. Ke janob. Mana bunday bu. Mana optoda ham boshqacha ko'rinadi bu ko'zlar. Ajab. Qiziltosh, nar, Qiziltosh juvona, 9 Juvona. oylik juvona. 9 oylik.
Onu ham nari ekan aka. Bu nech bu? Bu 1,5 million. 1,5 million jicha kami bu. Ma chinni moda ekan a. Bu ham 1,5 million. 1,5 million. Juvona bo'ladi hali. Ha. Bu moda ekan aka. Krasavitsa moda ekan. To'rtta qarasa. Ha. Eshilib yurar ekan. Eshilib koroleva. Ha. Dumni qaranglar. Yerdan baland. Mononaran go'zal ekan. Ikkosi jupli bular aka. Juplasa bo'laveradi. Juplasa bo'laverar ekan a. Bu moda nech bu? Bu ham 1000 dollar. 1000. Juplasanglar 2000. Jupla bo'lsanglar Kelishtirib beramiz. kelishtirib beraveradi. Yo'lida qilib. Go'zal. Chinni. Bu chinni kimdan bu? Nech pul bu chinni aka? 2 million. 2 million. Bu kaptar figura ekan. Go'zal. Bu kaptarlar go'zallar chiqdi. yaqyapti. Voy jonim. Hammasi zo'r ekan. Juvon oqlar. Bu nech pul aka? Hayot aka mana juvona nech pul edi? Bu ham hayot akadan $1000. Mononisichi? Bunisi 400 dollar. Ha, mononi alohida olamiz endi bu alohida olamiz. $400 ekan. Ko'rdim shu narsa ekan. Mana katta figurasi. Shuriyaga mana shu ko'rdim shu yo'qyaptimi aka, yo'qmayaptimi aka? Chiroyli gaplar ekan. Ha? Kallar Voy. chiroyli gaplar ekan. O tepeda juvonini olib qo'ying. Hozir olamiz aka. Tepeda juvoni ham chiroyli. Go'zal ekan. Bu ham $400mi? Ha. Go'zal ekan, ha, mana shu ham. Kim? Nech pul deyapti buni? $2000. Go'zal ekan katta. $2000 narxi. Ko'zlar tinadi. O'zi tinib qolibdi ko'zi. Go'zal ekan. Bola modachi? Moda $600. $600 ekan. Bu ham moda. Bu ham moda ekan, ha? Onlar. Mana oq ko'z. Oq tumshuq narsa ekan, ha, mana shu. Bu nech pul bu? $400. Go'zal. Peshonasi ham chiroyli ekan, mana shu kaptarda. Men o'zimga gapiraman. Paypalari yulib qo'ygan ekan, to'lyapti ekan paypalari. $2000 deyapti ekan, to'g'ri? Go'zal. Bozor bo'lyapti ekan. Cuma tugatish kerak endi. 3 kun ve birlikte savollar bor-da. Bemalol aka, hammaga assalomu alaykum. Shunday. Ishlayapsizlarmi akalar, xonadonlar tinchmi hammanglar? Ukamiz dori olib sotadi. Dori sotadi anaroq. Preparatlar, dorilar, minerallar va vitaminlar. 3 kun ve sizga bitta savol bor aka. Bemalol. Siz mana shu sohada masalan parandalarni ham ancha anaqasini bilasiz. Nasl olish bo'yicha savolim bor aka. Nasl olishda mana birlikda kaptarga, serparga tushunmaydigan kaptarlarga
Serparga tushunmaydigan muxlislarga bir qator tushuncha berib beramiz. Kadr yo'q desizlar. Serpar kaptarlar nimaga endi katta kaptarlar kattayib ketyapti uka? Ba'zi bir kaptarlar kichayib ketyapti. Savlati deysizmi? Savlati ham, gabariti ham, kalla tumshuqlari ham. Nimadan? Siz mutaxassis sifatida nima deya olasiz shu narsaga? Eng birinchi navbatda hamma bilgan narsa aka bu. Yo'q, bunday qilaylik uka, sizga bitta savol. Ana, endi uni boshidan boshlashga to'g'ri keladi. Uzoq, ha. Katta kaptar chiqarish uchun nima qilish kerak? Kichkina eski uruq kaptarlarni kattaytirib olish uchun nima qilish kerak? Endi sodda anaqa savol. Xo'p, qarang aka. Bitta odamlarda 4 ta guruhga qon guruhi bo'ladi. Ha, shu qonlar to'g'risida, ha. Lekin kaptar hayvon umuman hasharotdan tashqari hayvon jonzotda 40 ta guruhga bo'ladi. 40 ta guruhga. Vau. Endi misol uchun mana bu bitta kaptar deylik, ikkita anjom paroda kaptar. Hop. Buni kichikroq. Hop. Bu ikkalasini bir-biriga qo'shildi. Hop. Qo'shilgandan keyin nar bosyapti. Bosgandan keyin bundan katta bola chiqadi. Hop. Keyingi partiyani, ya'ni bu bolasini ikkitani donga tushirib olgandan keyin yana ishlashni boshlab turib nar buni bosganda, tuxum qo'ymasdan turib buni olib turib kichkinaroq nar bilan boslab olsangiz savlat kichiklashib ketadi. Chunki buni ham urib o'tgan bo'ladi. Buniki ham o'tgan bo'ladi. Genetikalar almashib ketadi aka. Qon aralashib ketadi. Aralashib ketadi. Agar nabarot qilmoqchi bo'lsa, ikkita kichkinani birinchi ishlatib olib turib, bir partiya tushirib olgandan keyin yana bosishib yurganda hali tuxum qo'ymasdan turib kattaroq qo'shib yuboradi. Keyin bunaqa katta chiqmaydi. Bu ikkalasiga qaraganda sredniyroq chiqadi. Jichcha, sifatliroq, kattaroq bo'ladi. Eski urug'larga nisbatan. Endi u degani aka misol ko'z tumshi bu kallasi zo'r chiqadigan emas, savlat masalasida. Savlat, gabarit. Shunaqa bo'ladi aka. Genetikasi hayvonlarda o'tib qolib ketib qoladi. Hayvonda emas, parrandada asosan. Xo'p, qarang, endi sizga bitta savol. 40 yil oldin, borana 100 yil oldingi genetikani tikkalash mumkinmi? Yo'q. Ha? Mumkinmi? Yo'q. 200 yil oldingi genetikani tikkalash mumkinmi uka? Uje yillar davomida genetikalar, qonlar yangilanib, yangi anaqalar chiqib kelaveradi. Hozir aka oddiy misol bitta temir idish. Endi bitta tushuncha bitta bor, parvozlarni mana YouTube'ga qo'ygan. Idish aka. O'sha stanok, o'sha anaqalar. Nimaga oldingidek sifatli bitta lagancha chiqara olmayapti oldingidek? Hop. Chiqara olmaydi. U materiallar yo'q bo'lib ketgan. To'g'ri. Har xil qorishmalar aralashib ketgan. Xuddi shuni singari u qondagi moddalar ham yo'q bo'lib ketgan. Oldingi vaqtda odamlar mana qon quyilishi kerak bo'lgani, birinchi guruhga odamga birinchi guruhga qonni quysa ham ko'p o'lib qo'ygan. Nimagaki aka u paytda texnologiya rivojlanmagan. Bu birinchi guruh bo'lgan bilan bu birinchi guruh bo'lgan bilan ichida zarrachalar bor bir-biriga tushish kerak bo'lgan. O'sha narsalar bor, o'sha narsalar to'g'ri kelsa endi quyilyapti. Xuddi shuni singari o zarrachali eski urug'lar yo'q bo'lib ketdi. Bu qonda zarracha bo'ladi alohida. Yo'q, qarang, eski urug' kaptarni bir-biriga urib kichayib ketdi-da hozir. Vaqti kichkina bo'lib ketdi. Lekin qonlar birlashib ketganidan narsa qo'yib ketgan ekanda, demak. U eski zarrachalar yo'q bo'lib ketgan endi. Endi eski urug' kaptarga, masalan, serpar kamparni qo'shsa, gabarit kattayib, chiroyli kaptar chiqyapti. Lekin 200 yil oldingi, 100 yil oldingi, 300 yil oldingi kaptarni chiqarish qiyin, to'g'rimi? Chiqara olmaysiz. Ha, bo'ldi. Oldinga qarab ketaveramiz, o'ylanmaymiz hech qanaqa. 200 yil oldin Amir Temur davridagi, Umarshayx Mirzo davridagi narsalar o'zi kitobi yopilgan, kitobi yo'q edi ham o'zi aslida. Imini kaptar sohasida bitta men o'zim o'qigan joyim Bobur nomida o'qiganman. Ana shunda Chinni kaptar deb kelingan. Chinni kaptar, mana shu Farg'ona vodiysi, Andijonda Umarshayx Mirzo baqqanda Bobur nomida Chinni kaptar deb kelingan. Lekin tafsiloti yo'q uni ham. Aynan tug'lari Andijonnikidaqa, paypalari, figuralari Andijonnikida deb kelmaydi. Shu territoriyada bo'lgani uchun shunaqa gumondamiz. Shunaqa fikrda bo'lamiz, xolos. Endi aka mana odamlar 30 metr bo'lgan. Ha, to'g'ri. Nimaga shu naslda odamdan chiqara olmayapti? To'g'ri. Piramidani ko'tarib, o'ta katta toshni ko'tarib olib ketgan bild ustiga qo'yib. To'g'ri. Nimaga shu narsani oz qila olmayapti? 50 kilo narsani ko'tara olmayapti. Qilolmaydi, zarracha yo'q bo'lib ketgan aka, kilometrga javob bermaydi.
klimat o'zgargan sari atrof muhitda masalan ob-havo buzilishi bor, to'g'rimi? Har xil sabablar ko'p atrofda. Harakatsizlik, to'g'ri, qiyin narsa. Rahmat sizga aka. Mana bemalol 3 kun sizda qanaqa xizmatlar bor, shuni ham aytib ketavering. Menda aka xonadoniga borib ko'r berish xizmatlari bor Hop, aka. hop. Tashxislarni qo'yib berib, faqat kaptar borasida emas, Hop. mol qo'yni ham ko'ra oladi. Hop, hop. Qizig'i yo'q. Veterinar. Olish xizmati, kaptarni ko'rish xizmati, vaksina qilish xizmati, davolash xizmati, tashxis qo'yish xizmatlari. Telefon nomeringizni aytib qo'yavering. 93 kodi bilan aka 212 1095. Agar o'zi kaptarni olib kelsa, bepul tashxis qo'yaman, o'zim borib ko'rsam, manzilga qarab dogovor qilinadi. To'g'ri, to'g'ri. Bo'ldi uka, rahmat sizga. Hop. Avaz akada. Avaz akani kaptarlari. Avaz aka Bagishamalskiy desanglar, Bog'ishamolda bor Avaz akamiz. Shunday nalla boshlar. Mana buni oq moda ham chiroyli ekan, mana shu moda. Mana shu juvona ham chiroyli juvona bo'ladi mana shu. Boyasi deydi. Assalomu alaykum. Bormi? Aka, tuzimsiz? Charchamasdan. Mana. Bu yerda nariginda Ukraina, Rossiyadan ishlab chiqariladigan mahsulotlar, bu yer Yevropaniki. Belgiya, Germaniya, ulas Yevropaning mahsulotlari. Firminni bunaqa original narsalar bular, hammasi. Mana firmalar hammasi original narsalar. Yaxshi rahmat. Ular ko'rkedimi, ularchi? Adenovirusga shamollar. Haligi qizil ukol shansi 3 kunga tutib olib qoldi, ishonasizmi? Bitta qilganda bitta ta'sir qildi. Uje shapaqlari qatib, ikkinchi marta bitta urganimdan keyin vobshim yo'q bo'lib ketdi. Hozir zo'r bo'lib qoldi. Qizil ukol zo'rda bari. Ha, ikbol aka? Ha, qizil ukol Eng zo'r. qon qoladigan shu. Tez tuzatadi o'ta. Anaqa teppa qo'ymasa, Ha. teppa qilish bo'lyapti. Ko'z og'riq, qillash, shamollash hammasiga foyda, sha. Chetdan kelgan edi. Ashta, original. Qarash 6 soatda. Aynitib qo'ymasanglar bo'ldi, issiqqa qo'y. Kaptarda 6 soat qaramasa qarasiz ko'zni qurib qo'yadi. Ha, ashta, qurudi desiz. Telefon nomeringizni aytib yuboring, lozim. 94lik. Aytavering. 893 0077. Ha. Telefon qilib bemalol murojaat qila olasiz. 10 gramm oshig'at. Xo'p, Bog'ishamol bozorimiz har doimgidek gavjum. Parvozlar chiqishgan. Qush ishqibozlari. Mana bu yerda lipichkalar ham bor. Bemalol tanovul qilib. Endi xudo xolasa inshaalloh maqsadlar bor. Mana bu taraflar bitgandan keyin bu yerlarga ham har xil ovqatlar qilinadi. Mana Bog'ishamolda eshikdan kirish deylar. Mana bozor. Mana ichkari emas. Bemalol kelib kabutaringlarni, любой qushinglar, to'ti bo'ladimi, kanareyka bo'ladimi, bedana bo'ladimi, manzarali qush, yovvoyi qushlar bilan bemalol kelib oldi-sotdi qilib yarmarkamizda foydalanib ketsanglar bo'ladi. Hali qilinadigan ishlar ko'p. Bu yerlar o'ta go'zallashib ketadi, yana takrorlaymiz. Xo'p, endi serpar masalasida videoni boshidagacha tushuncha beramiz dedik, qo'limizdan kelgancha. Endi o'zimiz osmondan olib gapirmaymiz, shu ustalarning fikridan kelib chiqib gapiramiz. Andijonda Andijon zotini baqadigan 50 yil, 60 yil, 40 yilmidi, 30 yilmidi vaqt kelayotgan, shuni ustida ish olib borayotgan mutaxassislar, aka-ukalar, parvozlarning fikrini aytib o'tamiz. Endi serparni tushunmaydiganlar, qimmat sotilyapti. Shunaqa fikrda yurgan akalar bor. Asosan YouTube'da negativ desang ham bo'ladi, bizga farqi yo'q. Xohlagan fikrini bildiradi. Lekin unga har xil jun-pun deb laqab qo'yishlik noto'g'ri.
Sababi Alloh taolo yaratgan musavvir Alloh bo'ladi. Uni yaratuvchi, chizuvchi, shakl beruvchi Alloh taolo bo'ladi. Shu kaptarni ermalayotganda, laqab to'qiyotganda hech Allohdan qo'rqinglar. Sizlar Allohdan qo'rqyapsizlar, unaqa qilyapsizlarmi, ustidan kulyapsizlarmi yoki bilmasdan qilyapsizlarmi shu narsani? Atay qilayotgan bo'lsanglar, oqibati yomon bo'ladi. Lekin bilmasdan qilayotgan bo'lsanglar, bilmasdan u narsalarni gapirib bo'lmaydi. Andijon kabutarlarini har xil laqablar bilan jun bo'ladimi, gibrid bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi laqab to'qimanglar. Endi bilmasdan gapirib qo'ygan, biz ham boshida shu narsaga tushunmasdan, bilmasdan gapirib qo'yganlarimiz bo'lgan. Allohga tavba qilganmiz. Alloh yaratgan narsasini ustidan kul bo'lmaydi. Bu serpar bo'lib, hozirgi davrga kelib serpar bo'lib chiqayotgan chiqarishlikni ham, kaptarlar kichayib, kattayib ketishligini ham Alloh taoloning qo'lida o'zi aslida. Inson zoti sababchi bo'lib qoladi. Serpar kaptarlarni mana qaranglar-da, kampar kaptar uchmaydi kampar kaptar. Bu serpar kaptarlarni ham kampar kaptarga qo'shib uchirsanglar uchadi. Bu uchmaga uchadigan kaptarga qiziqadigan akalarga bu birinchisi. Uchirsanglar uchadi. Lekin u kaptarni 200 borana $500, $400, $1000 olib turib uchirmaysiz u. Undan iloji boricha qo'pol qilib aytganda pulini chiqarib olaysiz. Sababi har xil holat bo'lishi mumkin, o'lib qolishi mumkin, kasallik kelishi mumkin. Iloji boricha tezroq nasl olib, kaptardan zurriyot chiqarib, nasl olib olishlikni anaqa harakatida bo'ladi. Parvoz odam. Chiroyli chiqaray deb seleksiya qilib chiqarib olay deydi. Va atrofga go'zal chiroyli kaptarlarni chiqarib ko'rsatay deydi. Serpar kaptar. Kampar kaptariga urib kaptarlar kichayib ketdi. Sizlar eski urug' kaptarni eski urug' emas ekan, kampar emas ekan deb bir-biriga uraveringlar. Biz qarshi emasmiz. Sizlar uraverasizlar. Hozir mana Uchqunbek ham mutaxassisda, veterinar, lekin parranda sohasiga ham endi nima deyiladi, esimdan chiqib qoldi hozir. Eski urug' kaptarni bir-biriga uraversanglar, chuchvarakalla bo'lib, kichayib, paypag'i ham kichayib, oyoqlari ham kichayib, bir qarish kaptarga aylanib ketadi. Bu kaptar uchmaydi emas, uchiraverasizlar. Bemalol osmonga qarab uchiraverasizlar. Lekin kaptar yerda ham yurishini tomosha qilishinglar kerak-da. Bu bozorga chiqayotgan parvozlarda adashmasam 70%, 60% shu parga qiziqadi, yerda yurishiga qiziqadigan parvozlar bo'ladi. Chiroyli kaptar chiqaray deb ustida ish olib borayotgan serpar bo'ladimi? Katta chiroyli kaptarlarni chiqaray deb harakatda bo'lgan parvozlar bular. Mana shu Andijon ahli hammasi. Qirg'izistondan kelyapti, Tojikistondan ham kelishyapti parvozlar. Shuning uchun katta kaptarni katta puli qimmat ekan. Serpar kaptarni har doim puli qimmat bo'lib kelgan. Uni laqab to'qib, ayniqsalar ham biz bir tillik qizig'i yo'q bu yerdagi parvozlarga. Uchadimi deyapsizlar? Uchadi, uchirsanglar uchadi. Biz oldingi videolarimizda bundan 1 yil, 2 yil oldingi serparga chiqarib, qora sochlarni, oqlarni ushirib ko'rsatgan videolarimiz bor. Ashlardan ko'rib anaqa qilsanglar bo'ladi. Serpari uchadi. Uchirish kerak, prosta haydash kerak. Kamparga qo'shaverasiz. Qonlar yaqinlashib, birlashib, kaptar kichiklashib ketadi. Serpar bilan kaptarni bir-biriga qo'shing, kalla tumshug'i joyida chiroyli. Kamparga, serparlarga qo'shing. Kaptar ham katta edi. Bagati ko'rinishga keladi. Tumshuqlari ham o'sha kamparnikiga o'xshab chiroyli bo'ladi. Chiroylilashadi. Qonlar bir-biriga yangi qon bir-biriga qo'shilib chiroylilashadi kaptar. Kaptarni yaxshi pullarga sotilyapti. Mana o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Kim ishonadi, kim ishonmayapti. Agar ishonmasanglar, kelib shu bozorning ustiga kelib narxini ko'ringlar. Olayotgan pul sanayotgan odamlarning ustiga ko'ringlar. Prosta o'yin deyotgan odamlar ham bo'lyapti. O'yin emas bu. Vallohi o'yin emas. Alloh tepada guvoh bo'lib turibdi. O'yin emas bu narsalar. Olinyapti. Kaptarni tushunchasi bor odam
kampar, serpari bo'ladimi? Kalla tumshugi hamma yo'g'i joyida kaptarni olishyapti mana. Ya'ni kaptarni uchishiga qiziqadiganlar kaptarni uchirishda davom etinglar. Kerak bo'lsa bizga mana telefon nomerlarimiz bor. Shu kanalga kirib turib admin deb yozib qo'yganman Muhammad Sodiq. Nomerlarimiz bor. Telegramimiz bor. Tashlasanglar uchirayotgan kaptarlaringlarni ham qo'yib bera olamiz YouTube'ga. Mana Andijon kaptar ekan, uchirishyapti ekan deb. O'rtada hech qanaqa gap so'z bo'lishiga o'rin yo'q. Bu Alloh taolo biz uchun berilgan ne'mat-da bu ham. Buni ko'rib maza qilish kerak. Yerda yuradimi, osmonda uchadimi? Ali Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga savol berilganda, uni bilasizlar hammanglar. Kaptar boqishda xosiyatsiz deganda, u hammasini bitta qilib hazrat javob berib qo'ygan. Go'shtini yesa ham, tuxumini ichsa ham, yesa ham, boqsa ham, chiroy uchun ham, oldi-sotdi qilib foydalanish uchun ham bo'laveradi kaptar. Endi uni harom yo'llarda, qimor anaqasida o'ynab bo'lmaydi. Pul tikib, boshqa masala. Shuning uchun gapirayotganinglarda ehtiyot bo'lib, bizning kanalimizni ko'rishda davom etinglar. Biz YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da, Telegram'da guruhlarimiz, kanallarimiz bor. Andijon kabutarlari klubi desanglar chiqadi, adresimiz ochiq, bemalol qo'shilib, mana shu parvozlar tashlayotgan kaptarlarni oldi-sotdi qilsanglar ham bo'ladi, tomosha qilib ketsanglar ham bo'ladi, fikringlarni bildirsanglar ham bo'ladi. Biz qarshi emasmiz. Prosta o'rtada konflikt bo'lib, anaqa bo'lmasa bo'ldi. Salomat bo'lasizlar. Podpisatsiya bo'lib qo'ysanglar, Xudo xolasa yangi kabutarlarni, chiroyli kabutarlarni tashlab turamiz. Tomosha qilib, maza qilaverasizlar. Salomat bo'lasizlar. Yanagi bozorda inshaalloh ko'rishguncha deb qolamiz. Tinch bo'linglar.